example for corn in Germany. In the old times, we see it also 76 centimeters, like here, yeah? Yeah. And each square meter, we seed 9 grains, yeah? Yeah. Seeding. So, and then now we change the technique. Most of the farmers now take 50 centimeters, yeah? Yeah. Yeah? To make a smaller distance. Yeah, Noro, yeah. But we have also 9 grains each square meter seeding. Yeah. But then the space for each plant will be more. And before we always have 76. Yeah. And now more and more farmers do 50s because of this effect of this better space for each plant. That's the reason. And now to do it for cotton, it's very smart. Barchaga assalomu alaykum. Men yana O'zbekistonga keldim. Sizlarda juda ham issiq, lekin shunga qaramasdan men ishlashda davom etmoqdaman. Hozir sizlarga bir qiziq va muhim masalani tushuntirmoqchiman. Biz bugun bir klaster xo'jaligida bo'ldik va u yerda paxta ekish usuli 90 cm dan 76 cm qator oralig'iga o'tkazilganligini ko'rdik. Va bu yerda sizlarga asl mohiyat nimadaligini va muhim jihatlari nimada ekanligini tushuntirib o'tmoqchiman. Faraz qilaylik, biz 1 kvadrat metrga 15 dona urug' ekamiz, ya'ni 15 ta o'simlik tushishi kerak. Biz har doim o'simlik sonini 1 kvadrat metrga hisoblaymiz. Biz qator oralig'idagi o'simliklar oralig'ini bilish uchun 1 kvadrat metrga nechta o'simlik ishlatishimizni avvalo bilib olishimiz kerak. Yuqorida aytdik 15 ta bo'ladi. Ya'ni 1 kvadratimizda bizda 100 va 100 santimetr olinadi. Biz shu santimetrni 90 ga bo'lishimiz kerak, chunki bizning qator oralig'imiz 90. Agar siz 100 ni 90 ga bo'lib ko'rsangiz 1,11 chiqadi taxminan. Bu degani 1 kvadrat metrga siz ekishingiz uchun 1,100 dan 11 metr yurishingiz kerak. Va biz bu masofani 15 ta urug'ga bo'lib o'tamiz. Ya'ni siz traktorchingiz shu masofani bosib o'tganda ma'lum sonda urug'ni ekib o'tish kerak. Bizda 15 ta edi shu 1 kvadrat uchun. Demak, 1 kvadrat metrga 15 dona urug'ni joylashtirishim uchun qator oralig'i 7,4 bo'lishi kerak. 14 cm bo'lishi kerak. Endi xuddi shu narsani 76 cm da hisoblab ko'ramiz. Ya'ni biz 90 cm dan 76 cm ga oralig'ini qisqartirdik. Yana xuddi shu hisob-kitob bo'yicha davom etamiz. O'simlik sonini 1 kvadrat metrga hisoblaymiz, 100 ga 100. Endi yana shu masofaga, ya'ni 1 kvadrat metrga qancha urug' tushishini hisoblash uchun 100 santimetrni 76 qator oralig'iga bo'lamiz va bunda bizda 1,31 metr chiqib turibdi. Demak, sizda shuncha joy bor va siz shu joyga shu 15 dona urug'ingizni, o'simligingizni joylashtirishingiz kerak. Ya'ni 1,131 metrni 15 dona urug'ga bo'lsangiz, sizda 8,8 kelib chiqadi. Ya'ni 8,8 santimetrda bir ekinningiz joylashadi. Endi nazariy jihatdan qaraganimizda har bir 8,8 santimetrga mashina urug'ni tashab ketadi. Bu degani biz har bitta o'simlik uchun ko'proq joyga ega bo'lamiz. Ya'ni bundan oldin bizda ko'rib turibmiz, mana bu yerda 704 santimetr edi oralig'i, bu yerda esa 808. Biz 1 santimetrga dan biroz kam bo'lgan joyni hozir o'simlikni o'sishi va rivojlanishi uchun joy qoldiryapmiz. Va albatta o'simligimizni ko'proq o'sish uchun imkoniyati va oshiqcha joyi bo'lsa, hosilimiz darajasi ham oshish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Lekin agar masalan siz aytsangiz 76 santimetrga ko'proq urug' ekaman, 20 tami, 25 tami farqi yo'q. Bu hech qanaqa natija bermaydi. Lekin 76 santimetr ekishni maqsadi ham shundaki, o'simlik sonini, ko'chatini ko'paytirish emas, balki o'simlikka yaxshiroq muhit yaratish hisobiga hosilni oshirish. Chunki farqi yo'q, biz 100 dona urug' ekmaymizmi 1 kvadratga, agar u ekayotgan o'simligimizga yetarlicha sharoit yaratib bermasak, o'simlik rivojlanmaydi va tabiiyki hosilimiz ham juda past bo'ladi. Yaxshisi biz o'simlik sonini kamaytiramiz, unga yetarlicha muhit yaratamiz, shamol aylanishi, yorug'lik tushishi, suv iste'mol qilishi va hokazo, va hosilimiz ham shunga yarasha ortadi va 90 cm qator oralig'idan 76 ga o'tishning maqsadi ham aynan shunda. Ya'ni buning yana bitta qo'shimcha yutuq tomoni bor. Bu texnik jihatdan yondoshganimizda. Masalan, deylik siz yana makka ekasiz va shunda makkadan paxtaga bo'lgan ekish jarayonini siz qayta o'zingizni texnikangizni
ekish mashinangizni, ya'ni seyilka deb yuritiladi bizda, qayta sozlashga yoki boshqa bir qo'shimcha ishlarni olib borishga, qo'shimcha agregat sotib olishga sarf qilmaysiz. Va har qanday texnika bilan terish jarayoni bo'ladimi yoki unga ishlov berish jarayoni bo'ladimi, texnikangiz tayyor 76 santimetrga sozlangan va siz faqat uni bir daladan boshqa dalaga o'tkazib ishlatishingizda ham vaqt tejashingizda katta yutuq beradi. Soweit so gut. Aber jetzt kommt meiner.